Kecha bitta Telegramga kirib chiqqunimcha gol olib qolayotgandi. Hakkacha top ketdi. Kecha ko'rgan bo'lsanglar haligi. Kim xohlasa gol uraverdi. Endi bugun ham ashna bo'larmikin deb hamma ishlarimni qilib kelib telefonni palyotga solib bitta o'tirsam, akalar, bular penaltilar seriyasiga tayyorlanib kelgan ekanda, to'g'risi. Penaltidan boshqa bitta ham golimi, yo boshqa kanaldan qo'yib berammi golni bilmayman. Bitta aka birinchi taymdan keyin zerikib ketib, xuddi qilib sotayotgan ekan, ko'rsatdi stadionda, ko'rdinglarmi? Aslida bu Atletico boru, mana Barsa, Reallarga mana shunaqa qilib o'ynab beradi. Men ko'ryapsizlar, boshqa komanda bilan o'ynasam, xudo xolam tinchmi? Yaxshi, biz ham yurib ashna salom alaykum qilib o'ynaydi. Lukman Ferran Torresni butsasini kiyib tushganmi bilmayman, umuman tepa olmadi bugun. Ammo bitta narsaga hayronman, Real Barsa bo'lsa sudyalar hamchi 87 ta penalti bo'lsa ham qizil bermaydi ekan, ko'rdinglarmi? Yo bizga faqat ashi sudya qizilni yaxshi ko'radi, qizil kunida jeb qolamiz sudyalar bilmayman, to'g'risi. Va penalti bermasdan ham o'ynatsa bo'lar ekan, zo'r o'yinlar bo'lyapti.